Assalomu alaykum akalar. Bugun bonus to'g'onasida xizmatdamiz. Xudo xolasa harligimiz tugadi. Bugun shuncha kadr oldik. 177 ta kadr olibmiz. Shakkati to'ymadi, yengil o'tdi xudo xolasa. Sekin shu to'g'onadamiz. Xolasa 10da 9da kelinga ketamiz aka. 11da ayollar akalar. Kuzatib boringlar, xudo xolasa. Shaxsiy blogim bugundan boshlab boshlanadi. Shunaqa gaplar akalar. Avvalo kelsa bitta olib qo'ysak videoga bo'ldi. Cho'larichi oldik. Fokus tushamayapti. Choy ichish mazza deyapman akalar. To'yda kayfi boshqacha. Anaqa suvlar bilan chuldiratib o'zbekning milliy choylari bu yoq akalar. Şeker. Can. Kelar yomg'irdan boshlab mana zaten Munis to'g'onasi mana shinamgina. Ichlari chiroyli. Oldida Qadr to'g'onasi bor. Bu Qadr to'g'onasi, buni oldida mana Munis. Bu to'g'ona Bo'stonda, Andijon shahar Bo'stonda joylashgan. Shunaqa gaplar akalar. Uchlari normalniy. Chiroyli mana shunaqa atmosfera. Biz kuyovga keldik. Kelinga ketishga tayyorgarlik. Shunaqa gaplar akalar. O'tiribmiz kutib gannachilar. Soatimiz 8:30. 9 olyapti. Akalar nimaga? Kannachilarni jiddat qilyapmiz hali ham. Hozir mana shu uyda tashkilda. Xudo xolasa. Nima bu shisha? To'g'ri shisha. Uyda uyni eshigini tayyorda akalar bo'lgan. Sovuq turagan, boshqacha kelgan niyabishni. Keyfanda. Kelinga borib keldik. O'tiribmiz ayollarda. Kadrlar terdik. Endi hozir borib tugab qolay deyapti to'yimiz ham. Yengil o'tyapti, hofizlar yo'q. Yengil. Ayollarni izlab shunaqa gaplar akalar. Davom etinglar. O'tiramiz, ichadan keyin sekin yana ayollar turishni boshladi. Yarim soat uyab yana akalar choy ichish vaqti. Urush vaqti urush. Urib tashlayapti. Biz ham bir kunda 3 mahal choy ichilsa to'yda 5-6 mahal ichilaveradi. Damolli choy ichish o'zi. Hamma qolayapti. Bo'shatdik. Og'izga taomni qalamang. Kalar dog'lisi. Yuz yoshsiz qoladi. Yuz yoshli yomon cho'ziladigan narsa bo'ladi. Yuz yoshsiz uzoq bo'ladi. Şöyle gel choy ichamiz. Lalla o'ramiz. Kamera qo'limda. Aparat Markus Sony ishlatamiz. 99%. Bugun adashib qo'limga tushib qoldi Markus. Chunki boshqa aparat yo'q edi. Bor edi. Zakaz shifini talab qildi deydimi? Talab. To'yimiz tugadi va nihoyat hamma nonlar berishardi.